Bismillahirrohmanirrohim. Rasulimiz alayhissalatu vassalam Qasvo tuyasida turib mav'izasini boshladilar. Arafot tog'ida turib o'qilingan bu xutbalari uzun bir va'z bo'ldi, go'yoki vasiyat bo'ldi. Ushbu va'zni aytganlardan keyin Rasulimiz alayhissalatu vassalam 3 oy yashab olamdan o'tgan edilar. Ehtimolki shuning uchun ham bu mav'izasi butun insoniyatga omonat, vasiyat o'laroq bo'lgan bo'lsa ajab emas. Rasulimiz shunday dedilar: Hamd va sano Allohga bo'lsin. Uni ulug'laymiz. Unga hamd aytamiz. Undan yordam so'raymiz va mag'firat tilaymiz. Unga tavba qilamiz. Yomon amallarimizdan, o'z nafsimizni sharridan Alloh panohiga qochamiz. Alloh yo'lga solganini adashtiradigan yo'qdir. Olamni yaratgan u yolg'iz o'zidir. Uning sherigi yo'qdir. Guvohlik beraman kim Muhammad sallallohu alayhi va sallam uning quli ham payg'ambaridir. Ey Allohning bandalari, sizlarni taqvoli bo'lib Allohdan qo'rqishlaringizni tilayman. Hammangizni Allohning toat ibodatiga chaqiraman. Sizlarga nima narsa foydali bo'lsa shuni aytaman. Ya ayyuhannas, ey odamlar, mendan shu so'zlarni aniqlab olinglar. Shu yildan so'ngra yana bu yerda sizlar bilan ko'rishamanmi yoki yo'qmi, buni bilmayman. Shuning uchun bugun sizlarga ko'p narsalarni aytib topshirgayman. Ey odamlar, sizlarni qoninglar va molinglar bir-birlaringga haromdir. Shu kundan boshlab qiyomatgacha bu hukm o'zgarmasdir. Shu oyda, shu shaharda bu Arafa kunining hurmatini saqlagandek, ularning ham hurmatini saqlanglar. Har kimga bir kishi omonat qo'ysa, uni hech xiyonat qilmay egasiga topshirsin. Bu kundan keyin hech kim sudxo'rlik qilmasin. Islom dinida bu ish haromdir. Ey odamlar, shuni bilinglarki, xotinlaringiz sizlarni yordamchilaringizdir. Ularni boshlariga ega bo'la olmaysiz. Alloh omonati bilan ularni oldingiz. Alloh amri bilan sizlarga halol bo'ldilar. Shunday bo'lgach, xotinlarga zulm qilishdan saqlaninglar. Ey odamlar, mo'min mo'minning qarindoshi, aka-uka, og'asidir. Mo'minlar bir-birlariga o'zlari suyib bermasalar, o'zlari rozi bo'lib bermasalar, roziliksiz bilan olgan mollari haromdir. Meni bu so'zlarimni eshitdinglarmi? Yetkazdimmi deb qo'yardilar Rasulimiz. Sahobalar eshitdik, yetkazdingiz deb aytdilar. Payg'ambarimiz alayhisalom osmonga yuzlarini qaratib, Allohim, bandalaringga buyruqlaringni yetkazdim. O'zing guvoh bo'l deb qo'yardilar. So'ng yana davom ettirdilar. Ey odamlar, yaratgan Alloh birdir. Barchalaring bir Allohning bandalaridirsiz. Otanglar birdir. Barchalaringiz Odamdan tarqalgansizlar. Odam esa tuproqdan yaratildi. Kim taqvolik bo'lsa, Alloh oldida qadri shudir. Arabni ajamdan ortiqligi yo'qdir. Kim taqvoli bo'lsa, ana shu ortiqdir. Ey bora Xudoyo, Allohim o'zing guvoh bo'l, seni amringni bandalaringga yetkazdim. Mening ushbu so'zlarimni ushbu joyda hozir bo'lib turganlar, bu joyda bo'lmagan g'oyiblarga yetkazinglar. So'zlarimni eshitganlar eshitmaganlarga yetkazsinlar. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam mana shunday mav'iza qildilar. Sahobalar hammalari sidqi dildan, yurakdan eshitdilar. Ayni mana shu mav'izani qilayotgan mahalda azizlar, Qur'oni Karimdagi eng buyuk oyatlardan biri nozil bo'ldi. Payg'ambarimiz alayhisalom tuya ustida turganlarda vahiy kelishlik holati bo'lib qoldi. Vahiy qabul qilganligidan keyin sahobalarga qarab Qur'oni Karimdagi mana bu oyatni nozil bo'lganini yetkazdilar. Estaizu billah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Ya'ni Alloh taolo bugun sizlarni dinlaringizni mukammal qildim, kamoliga yetkazdim. Barcha ne'matlarni itmomiga yetkazdim. Sizlar uchun islom dinini xohlab, uni sizlarga din qildim. Ushbu oyat nozil bo'lganda dinimiz mukammal bo'lganligini va dinimizni islom dini ekanligiga Allohning rozi bo'lganligi va barcha ne'matlar itmomiga yetkazilganligini bayoni bor edi.
oyatning azamatidan, oyatni ulug'ligidan payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam minib turgan tuyalari yerga cho'kib qolgan edi shunda. Mana shu kuni hammalar xursand bo'ldilar. Dinimiz mukammal bo'libdi, ne'matlar oxiriga yetibdi deb xursand bo'ldilar. Demak, endi Qur'on oyatlari boshqa nozil bo'lmaydi. Endi boshqa hukmlar kelmaydi. Hamma mana shunga xursand bo'lib turgan bir pallada Hazrati Umar yig'ladilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam: "Ey Umar, nega yig'layapsiz?" dedilar. Shunda Hazrati Umar radhiyallohu anhu: "Ya Rasululloh, dinimiz har kuni o'smoqda edi. Bir narsa mukammallikka yetgandan keyin endi u asta orqaga ketadi deb yig'layapman" dedilar. Rasulimiz tabassum qilarkan: "To'g'ri aytasiz" dedi. Hamma xursand bo'lib turgan bir paytda Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ham yig'lardilar. Sahobalar oldilariga kelib: "Ya Abu Bakr, nega yig'laysiz? Axir bugun bayram-ku, dinimiz mukammal bo'ldi. Hamma ne'matlar itmomiga yetdi. Dinimizni islom dini deb atalib bizga ato qilindi. Alloh bunga rozi bo'ldi. Siz nega yig'laysiz?" deganlarida Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu: "Sizlar oyatning ma'nosini tushunmayapsizmi? Modomiki endi dinimiz mukammal bo'lgan bo'lsa, endi boshqa Qur'on oyatlari kelmaydigan bo'lsa, endi Allohning hukmlari yer yuziga boshqa kelmasa, demak Rasulimiz alayhisolatu vasallamni payg'ambarlik xizmati oxiriga yetibdi. U zotdan ajralishlik vaqti kelibdi" deb yig'ladilar. Sahobalar buni eshitib hammalari yig'lab yubordilar. Bu xabar payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga kelganda Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu: "Sizlarning ichingizda eng olimingiz ekanligi bilinib turibdi" dedilar. Mana shu kuni butun sahobalar payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan omonat o'laroq ushbu nasihatlarini, ushbu ma'vizalarini eshitib, mana azizlar 14 asr bo'ldiki bizgacha yetib kelmoqda. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam mana shu joyda ma'vizalarini tugatib Minoga qarab ketdilar. Minoga borib shaytonga tosh otish marosimini o'tkazgani keldilar. Va bu yerda ham bir oz va'z qildilar. U joyda odamlarga zinoni haromligi, zinoni ziyonlari haqida gapirdilar. Va yana qaytadan ta'kidlab insonlarning qonini to'kish harom ekanligini aytib o'tdilar. İnsanlar bir-birini molini zo'rlik bilan olishdan qaytardilar. Ularni obro'sini tushirishdan ham qaytarib, bu ishni ham harom ekanligini Minoda yana bir bor eslatdilar. Va yana bir karra Allohim seni buyrug'ingni yetkazdim dedilar. So'ng sahobalarga qarab: "Men sizlarga Allohning buyruqlarini yetkazdimmi? Men sizlarga Allohning buyruqlarini yetkazdimmi?" dedilar. Sahobalar: "Ore ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, yetkazdingiz" dedilar. Rasulimiz yana osmonga qarab: "Alloh, seni buyruqlaringni, omonatingni yetkazdim. O'zing guvoh bo'l" dedilar. Ushbu omonat bizlarga qadar yetib keldi azizlar. Bugun Rasulimiz alayhisolatu vasallam qayta ta'kidlab, mu'minlarni bir-birlariga qoni harom, moli harom, obro'sini tushirish harom degan narsaga qanchalik darajada amal qilyapmiz, o'zimizni vijdonimizga qaraylik. Payg'ambarimiz alayhisalom bu so'zlarni yetkazar ekanlar, Allohni guvoh qilgan edilar. Buni doimo yodimizda tutmoqligimiz kerak. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam qurbonlik qiladigan joyga yetib keldilar. Va Madinadan chiqishlarda 100 ta tuya qurbonlikka olib oluvdilar. Mana shundan 60 tasini o'z qo'llari bilan qurbonlik qildilar. Qolganlarni Hazrati Alini vakil qilib o'z nomidan qurbonlik qilib so'yishlikka buyurdilar. Minoda 2 kun turib, 3-kuni tushdan keyin Makka ga qarab ketdilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamda chodirlari Mino tog'ida Muhassab degan joyga tikilgan edi. Xufton namozi o'qilguncha shu yerda turib, bir ozgina uxlagandan keyin kechqurun Makka ga kirib bordilar. Sahar vaqtida vido tavofini qilgandan so'ng Madina-i Munawvaraga qarab yo'lga tushdilar. Rasulimiz alayhisolatu vasallam eng oxirgi hajni va eng oxirgi Arofatdagi o'zlarini vidolashuv so'zlarini aytib qaytdilar. Mana shu voqeadan keyin payg'ambarimiz alayhisalom 3 oy yashadilar. Muslimun.uz Andijon viloyati vakilligi muslimun.uz saytining rasmiy diniy ma'rifiy kanali. Bizni kuzatib boring. Biz siz bilan doimo birgamiz.